Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Dinamo oldidagi 8 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatdan 1 xonali 2 xonali qilingan uyini ko'rib o'tamiz. Eshikdan kirish qismi uyimiz to'liq zamonaviy tarzda ta'mirlangan, oyoqdagi kafel qilingan hamda cho'ppa bol qilingan. Yangi shinam gilamlar ham to'shab qo'yilgan. To'liq mo'yshabo'y, bu yerda soatlar ham ildirib qo'yilgan. Uyimiz to'liq zamonaviy tarzda ta'mirlangan bo'lib, bu yerni siz xol sifatida ishlatishingiz mumkin. Fotobo'ylar qilingan. Bu yerda yumshoq mebellar, jurnalli stoliklar hamda kattagina televizorimiz ham mavjud. Bu yerda chiroyli qandillar ham bor. Eshiklarimiz high-tech stilda bo'lib, zamonaviy MDF eshiklarimiz. Yotoqxonamiz to'liq yotoqxona mebellar bilan jihozlangan, chiroyli pardalar ham ilingan. Uyimiz fayzli, kengina bo'lib, 50 kvadrat metrni o'z ichiga oladi. Eng yoqqan tomoni oshxonamiz kattagina kengina bo'lib, oshxonamiz to'liq high-tech stildagi oshxona mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina, muzlatgich bu hammasi sizga bonusga qoladi. Hamda bu yerda 6 kishilik o'tirib ovqatlanish uchun joy ham mavjud. Uyimizga xarajatlarga joy yo'q. Tepadan pastgacha kafeltilgan va rakvina unitaz barchasi mavjud hamda ariston ham o'rnatib qo'yilgan. Manzilimiz Buxoro shahar Dinamo ko'chasi oldidagi 8 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatida joylashgan 1 xonali 2 xonali qilingan 50 kvadrat metrni tashkil qilgan uyimiz sotuvga chiqdi. Ushbu uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Narxi esa 39.700 ga baholanmoqda. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.